Qasoskorlar endi zombi va nihoyat uzoq kutilgan Marvel Zombies multserialining premyerasi ham bo'lib o'tdi. Unda esa biz taniydigan qahramonlarning ko'pchiligi zombiga aylangan. Bugungi videoda esa ushbu multserialning birinchi sezonidagi eng kuchli 10 ta zombilar bilan tanishib chiqamiz. Eslatib o'taman, ushbu ro'yxat faqatgina zombilardan iborat bo'ladi. Agar multserialni hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizdan tomosha qilishingiz mumkin. Kanal manzili video ostida. Qani unda boshladik. 10-o'rin chumolilar jamoasi. Hank Pym kvant olamida Janetni uchratadi va u orqali zombi virusini yuqtirib oladi va shu bilan virus butun dunyoga tarqaladi. Keyin esa ularga qizi Hop Van Day ham qo'shiladi. U o'z jamoasini qutqarish uchun o'zini qurbon qilgan edi va oxir-oqibat Vandaning zombilar jamoasiga 3 ta bo'yini o'zgartira oladigan zombilar qo'shildi. 9-o'rin Kapitan Amerika. What If multserialida zombi Kep Bucky bilan jang qilgan edi, lekin uni yenga olmadi va Bucky Kepni qalqoni bilan ikkiga bo'lib tashladi. Marvel Zombies multserialida esa u yana qaytdi, lekin bu safar faqatgina tanasining yarmi mavjud. Shunga qaramay u qizil qo'riqchiga qarshi jangda o'zini juda yaxshi ko'rsata oldi. 8-o'rin Akoya. U shaxsan Vanda Maksimovning o'zi tomonidan tanlab olingan. Birinchi sezonning barcha qismlarida zombilar lashkarini aynan u boshqardi. Eslatib o'taman, multserialning ikkinchi sezoni ham rasman ishlab chiqarilmoqda. 7-o'rin serialda kutilmaganda paydo bo'lgan personaj Jirkanch. Uni Vanda Maksimov o'zining xizmatkor qullaridan biriga aylantirgan. Boshqa oddiy zombilar orasidan ajralib turdi, lekin Jirkanch o'zining azaliy raqibi Hulkni yenga olmadi. Chunki u bu paytda cheksizlik toshlarining kuchiga ega edi va uni yengishning deyarli imkoni bo'lmadi. Oltinchi o'rinda eng ayyor va xavfli zombilardan biri Avastar. U o'zining arvoh qobiliyati bilan xohlagan joyida paydo bo'lar va xohlagan odamini zararlardi. Lekin shunga qaramay u Blade'ga qarshi tura olmadi va Blade uni bo'laklarga bo'lib tashladi. 5-o'rinda Nemir. Suv ostida yashash Nemirga zombi virusidan qutulishga yordam bera olmadi. Kino olamida u unchalik yomon ochib berilgan deya olmayman, lekin bu yerda shu qadar kuchli bo'lib ketgandiki, hatto bir guruh qahramonlar uni to'xtata olishmadi. Hulkni ushlab turadigan qafasdan ham bemalol chiqib ketdi. Nemirga qahramonlar orasidan faqatgina Kamala ham bas kela oldi. 4-o'rin Kapitan Marvel. U oddiy qahramon bo'lgan paytlarida dushmanlari unchalik ko'p emasdi, lekin zombi virusini yuqtirdi va juda ham dahshatli kuchga ega bo'ldi. Endi esa uning dushmanlari qasoskorlar. Kapitan Marvelning ushbu versiyasini Ikaris, Kamala Khan, Kate Bishop va boshqalar birlashib ham yenga olishmadi. 3-o'rinda Thanos. Bu safar unga Thorning boltasidan yegan zarbasi hech qanday ta'sir o'tkazmadi. U raketa va Grootni shunchaki kuydirib tashladi, lekin zombi miyasi unga toshlarni yaxshi ishlata olishga xalaqit berardi. Oxirida esa T'Challa o'z joni evaziga dunyoni qutqarib qoldi va Thanosni yo'q qildi. 2-o'rin Thor. U zombiga aylanishidan oldin Vanda Maksimov bilan birga-bir duelda chiqdi va zararlanib zombi bo'lib ketdi. Vanda uni cheksizlik toshlari bilan quvvatlangan Hulkga qarshi yubordi, lekin yashil pahlavon bu yerda shu qadar kuchli bo'lib ketgandiki, Thorning miyasining qatig'ini chiqarib yubordi. Va nihoyat 1-o'rinda eng kuchli zombi va zombilar qirolichasi Vanda Maksimov. Multserialda u shuningdek Qizil qirolicha nomini ham oldi. Uni hech bir qahramon yoki zombi to'xtata olmadi, hatto Thor yoki Hulkning eng kuchli versiyasi ham. Va oxir-oqibat u butun sayyorani bosib oldi. И вот мир начинается снова.
Xullas, ro'yxat bilan tanishib chiqdingiz. Ushbu multserial men kutgandan ham yaxshiroq chiqdi va uni ko'rayotganimda anchagina emotsiyalar oldim va birdan ushbu videoni tayyorlashga qaror qildim. Agar multserialning umumiy tahlil videosini ham chiqarishimni istasangiz, ushbu videoga bitta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Multserialning barcha qismlarini esa bizning Telegram kanalimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Qisqagina roligimiz esa o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.